Hürmetli vatandaşım, biz başta Türkiye Cumhuriyeti bilen Rusya Federasyası otoritesindeki ayrıpılan vakası münasebetler üstü toxtap geldik. Bu 11. ayın 24. günü birge vaka ve 100 birge vaka idi. Şu vaqtida Amerika Qo'shma Shtatlari bu vaqaga qanday pozitsiya tutdi degan masalaga javob berishimiz kerak edi. Vaqt o'tib ketdi, lekin oraliqda bu to'g'rida biz so'zlamadik. Hozir shu to'g'rida bir ikki og'iz gap qilaylik vatandoshim. Prezident Obama Türkiye devlet territoriyasını qo'g'dash huquqliq dedi mavzuli xabar. 11. ayın 25. gün Amerika Ovozning Xitoy til programmasi e'lon qilingan edi. Xabar mundaq boshlangan. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama Rossiyaning bir dona urush aeroplani haftaning 2. kuni Suriya bilan Turkiya chegarasida Rossiyaning Suriyadagi urush harakatining masala borligini dalillangandan keyin urib tushirildi. Turkiyaning territoriyasi va havo tabaligini qo'g'dash haqqi bor deb ko'rsatdi. Prezident Obama Fransiya prezidenti Hollandi bilan birlikda axborot e'lon qilish yig'inida yuqoridagi ko'rsatdi. Türkiye, Rossiyaning Su-24 belgilik kurashchi aeroplanini etib tushirganligi to'g'risidagi uchurlarni to'playotimiz. Prezident Obama mundaq ko'rsatgan. Rossiya harbiy aeroplanining nishoni Turkiya chegarasiga yaqin Suriyalik mo'tadil kuchlar tashkiloti edi. Demak, Rossiya bombardimonchi aeroplanining nishoni Turkiya chegarasiga yaqin bo'lgan Suriyalik mo'tadil kuchlar edi. Prezident Obama ikki tarafning harakat qo'llanib jiddiy vaziyatning o'rlab ketishining oldini olish lozim ekanligi to'g'risida yetakchilik qildi, mayli Turkiya, mayli Rossiyaga. Yana bir tarafdan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama yana mundaq ko'rsatdi. Bu voqea Suriya masalasini diplomatik yo'llar bilan tezlikda hal qilishning zarurligini isbotlab berdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Turkiyaning 16 belgilik harbiy aeroplanining Rossiyaning urush aeroplanini urib tushirganligini, Rossiyaning orqasidan urilgan pichoq deb ko'rsatdi. Yoki zo'ravonlarni qo'llaganlik deb ko'rsatdi. Demak, baştaki Türkiye'nin vaziyetiga, Türkiye-Rossiya munosabati vaziyetiga moslashtirib vatandoshim, Prezident Obama'nın, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama'nın shu vaqt e'lon qilgan bayonotini eng oxirgi leksiyamizning eng oxirida sizlarga topshirdik.